bizni kuzatib boruvchi do'stlar. Ramazon oyi Hayit bayrami hammalarga muborak bo'lsin. Hayitga ham bir qadam qoldi. Xudo xolsa bolajonlarni quvontirishlik rejamiz bor. Agar Xudo taolo nasib qilib taqdirotimizga bitgan bo'lsa, shu kafillarimizni, homiylarimizni sababidan Xudo xolsa bolalarni quvontiramiz. Inshaalloh oilamizni ham sonini sizlarga aytib o'tib ketsam, 450 taga ozgina qilib yetib borishimizga, 450 ta oilani o'z qaramog'imizga olibmiz. Shu kungacha buxgalterimiz bilan gapirsak shu gapni aytdilar. Asosan homiylarimizga, kafillarimizga juda ham katta rahmat aytamizki, Alloh taolo bergan rizqidan yetim bolalarni unutmaganligi uchun, g'arib ko'ngillarni unutmaganligi uchun sizlarga Allohning rahmati bo'lsin, Allohning barakasi bo'lsin. Rasululloh alayhissalom aytgan hadisga haqiqiy muvofiq kelsinki, jannatda men bilan birga yetim bolani kafili degan Xudoyo Rasulimiz bilan birga sizlar ham bu joyda mehnat qilayotgan xolis yigitlar ham birga bo'lsinki, bularning ham maqsadi xuddi sizlarnikidek. To'g'ri, sizchalik puli ko'p emas, lekin maqsadi ko'p. Mehnati bilan yordam beradiki, biz bir o'ylaymizda bir mexanizm, bir mashinamiz deymiz, kimdir balonlik vazifasini bajarsa, kimdir bir boshqa ishini, rolni bajarsa, kimdir siz asosiy kafillarimiz mashinaning motori sizlarda. Agar mashinaning motori bo'lmasa, mashina yurmaydi, azizlarim. Sizlar bor ekansizlar, yurtimizda, vatanimizda bunaqa yaxshiliklar, bunaqa savobliklar hali ko'p bo'ladi. Biz ko'p aytamiz-ku, bolalaring ham o'zlaringga o'xshagan bo'lsin, o'zlaringdan ham balkim yaxshiroq insonlar bo'lsinki, pul topganda, boy inson bo'lganda ko'zini yog' bitib qoladigan emas. Balkim g'arib ko'ngillarda Xudo taolani yaxshi ko'rgan, yetim bolalarni yaxshi ko'radigan yigit qizlar bo'lsin. Azizlarim, duo qilib turinglar. Salomatchilik